Bizi klinikamiz mehmoni bugun Sveta. Sveta bilan biz 2016-yili juda ham bir og'ir sinovdan birga o'tganmiz. Svetada 8 mm grija chiqqan belda. 13 mm sekvestr. Sekvestr degani bu grijani sinig'i. Spinnoy mos orqa miya yonida yuradi. O'sha juda katta risk bo'lgan. Xirurglar uni invalidimiz beramiz deb aytishgan, operatsiya qilish kerak deyishgan. Endi bu inson menga ishondi, komanda bilan ishladik. O'sha vaqtda birinchi marotaba Xitoy tabobatida eng zo'r bo'lgan metodikalar bilan G'arb tabobatini birlashtirib, juda ham biz yaxshi natija olganmiz. 4 oy ichida 8 mm grija 4 mm bo'lgan. Sekvestr yo'q bo'lib ketgan, parchalanib, fagotsit degan hujayralar bor, u yeb tashlaydi. Tozalab tashlagan. Hozir klinikani ochish maqsad shu metodikani yoshlarga o'rgatish. Chunki yoshimiz katta bo'lyapti, yoshlar bizdan o'rganib shu narsani qo'llash kerak. Chexiyada spiralniy stabilizatsiya позвоночникdan metodika bor, uni o'zbekcha ham перевод qilib chiqaramiz. Germaniyada o'rganyapmiz, Chexiyada o'rganyapmiz. Shu yerda O'zbekistonda eng oldingi metodikalarni, progressiv metodikalarni kiritmoqchimiz. Agar 2016-yil shunaqa effekt bo'lgan bo'lsa bizda, hozir undan ham zo'r effekt olishga o'zimizga maqsad qilib qo'ydik. Metodikalar bor, bular ishlayapti, kerak bo'lganda operatsiyasiz ham davolasa bo'ladi, lekin o'zini ko'rsatmalari bo'ladi. Iloji yo'q operatsiyasi. Uni ham biz tan olamiz. Uni ham o'zining o'rni bor, bizning metodikamiz ham o'zining chegarasi bor, lekin odamlarda o'ziga tanlagani biz imkon yaratyapmiz, xudo xolasa, mana shu klinikada.